Bu bo'yicha ham samarali ishlar amalga oshirilyapti. Aldamang. Kecha kuni yo'q, haqiqat aytyapman lekin. Ikkita diplomi qizil bo'lsin yoki oliy ta'limni to'liq tugatgan bo'lsin, ish topa olmay yurganlar juda ko'p aslida. O'sha asosan yoshlarda bandligini, qay darajada bandligini o'rgangan holdagina aniqlab berish sizlarga tushadimi? Ayrim hollarda inobatga olinadi, ayrim holatlarda inobatsiz qolib ketish holatlari bor. Ushbu qarorni taqdim etilayotganda jamoatchilikni muhokamasidan o'tganmi? 150 nafar deputatimiz bilan birgalikda parallel tartibda faoliyat olib boradi. Qonunchilikka taklif berishda ham ikkilanmaydigan deputat sifatida shakllanishga asosiy bir tizim desak mubolag'a bo'lmaydi. Yoshlar parlamenti bugun o'zi nimalar bilan band? Qaysidir yoshni ishga joylashtirishingiz mumkin, lekin bu ishda qanday faoliyat olib borishi davomiyligini ham o'ylab ko'rish kerak mumkinda. Tekin ishga qo'yib yuborish degan tushunchangizga ma'lum darajada qarshiman. Siz oylik masalasini aytyapsiz-da, 4-5 millionga ishlashmaydi, yo'q, ishlashayotganlar bor. Chunki yoshlar parlamenti bu siyosiy bir maktab. Ularni qo'llab-quvvatlash masalasi barcha joyda targ'ib qilinyapti. Hech kim to'g'ridan-to'g'ri pora olmaydi yoki to'g'ridan-to'g'ri pora bermaydi. Mana o'zingiz yosh siyosatchi sifatida shunday holatga duch kelganmisiz? Ko'rganmisiz? Guvohi bo'lganmisiz shu narsalarni? Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun dolzarb mavzular ila yana birgamiz. Bugun esa loyiha doirasida yoshlar bobi, ya'ni ijtimoiy siyosiy jarayonda faol bo'lishni istayotgan yoshlarga xos mavzuni tanladik. Bu borada mutaxassisimiz Oliy Majlis Qonunchilik palatasi huzuridagi Yoshlar parlamenti yoshlar bandligi, sog'liqni saqlash va ijtimoiy masalalar qo'mitasi raisini taklif etganmiz. Assalomu alaykum Kimsanboyev Rahmonjon. Assalomu alaykum. Bilasizmi Rahmonjon, ko'plar yoshlar parlamentini eshitganida birinchi xayolga keladigan savoli o'zi u yerga qanday a'zo bo'lish mumkinligi, chaqiriqlari, necha yilda bir bo'lish masalalari, umuman bosqichi o'zi qanday kechish haqida bilishmaydi. Bu haqida o'zingizning tajribangizdan kelib chiqqan holatda aytib bersangiz. Yoshlar parlamentiga a'zo bo'lish tizimi bu bizda Qonunchilik palatasida barchamizga ma'lum 150 nafar deputatimiz mavjud. Ular qanday tartibda saylansa, endi parlament a'zolari ham xuddi shunday saylanadi. Qonunchilik palatasida o'sha parlament a'zolari yoki deputatlar bu saylanuvchi organ hisoblanadi. Bular o'sha partiya asosida o'z nomzodlarini ko'rsatilgan holda saylanadi. Barchamizga ma'lum, bugungi yilda saylov jarayonimiz aralash saylov tizimiga o'tgan, ya'ni proporsional va majoritar saylov tizimiga o'tgan. Ular partiya mandati asosida va ovoz berish asosida saylanadi. Xuddi shunday yoshlar parlamenti ham aynan shu shaklda shakllanadi. Ya'ni hozirgi kunda o'sha Oliy Majlis Qonunchilik palatasida O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan 64 nafar a'zo deputatlikda saylangan bo'lsa, yoshlar parlamenti ham 64 nafar O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan saylangan. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasidan esa 20 nafar Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati saylangan bo'lsa, yoshlar parlamentida ham xuddi shunday sanoq bilan saylanadi. Va qolgan partiyalarda ham aynan ekologiyadan 9 nafar, milliy tiklanishdan 21 nafar, xuddi shu partiyalardan mandat asosida saylanadi bular. Tushunarli. Demak, birinchi bosqich albatta partiyalardan boshlanadi. Yoshlarimiz birinchi partiyada a'zo bo'lishlari kerak. Faol yoshlarda bo'lganlaridan so'ng o'z nomzodlarini qo'yishadi. Chaqiriq esa necha yilda bir bo'ladi? Xuddi shu O'zbekiston Respublikasi deputatlarida faoliyati qanday bo'lsa, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati 5 yil muddatga saylanadi. Bu ham 5 yil muddatga saylanadi. Tushunarli. Yoshlar parlamenti bugun o'zi nimalar bilan band? Qaysi jarayonlarda ularni yoshlar siyosati deb ko'p bora bot-bot so'ylayapmiz? Qaysi jarayonlarda ularni faolliklarini kuzatishimiz mumkin? Yoshlar parlamentini faoliyatini hamma jarayonda ko'rishingiz mumkin. Umuman olganda, sog'liq saqlash tizimi, ta'lim tizimi va xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlikda, umuman olganda jamiyatdagi barcha o'sha asosiy fuqarolik pozitsiyasidan kelib chiqqan holda hammasida yoshlar parlamenti a'zolari to'laqonli qatnashib kelishmoqda. Sal keskinroq savol beraman. Ko'p yoshlar bu
tashkilotni deylik shunchaki bir rasmiyatchilik uchun tashkil etilgan platforma deb ham o'ylashadi. Bunga fikringiz, munosabatingiz qanday? Bunday o'ylaganlar menimcha adashadi. Chunki yoshlar parlamenti bu siyosiy bir maktab. Umuman olganda dunyo jamiyatida hamma tizimlarda parlament tizimi mavjud bo'lgan davlatlarda deputatlik faoliyatlari mavjud. Lekin deputatlik faoliyatigacha bo'lgan davrda o'qitadigan ta'lim tizimi mavjud emas. Ya'ni umuman olganda maktab tizimi, ya'ni siyosiy institutlar mavjud emas. Deputatlikka tayyorlovchi. Ya'ni deputatlar ovoz berdi, deputat bo'ldi degan tushuncha shakllanib qolgan umuman olganda. Kelajakda o'sha deputatlarni, ya'ni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari yoki senatorlarimizda bu tayyorlovchi birlamchi bosqichdagi maktab sifatida shakllangan. Ya'ni bugungi kunda bizdagi o'sha 150 nafar yosh a'zomiz 150 nafar deputatimiz bilan birgalikda parallel tartibda faoliyat olib boradi. Ularda bugungi kundagi qonunchilikka takliflarni birgalikda o'rganadi. Bu loyihalarda o'zini takliflar, tashabbuslarini olib chiqadi yoshlar parlamenti a'zolari. Ular mana deputatlarimiz bilan birgalikda har oy oxirida, oyda 3 kun oxirida o'sha hududlarga birga chiqadi. Aholini fikrlarini o'rganadi, aholini takliflarini o'rganadi. Aholidan qilinayotgan murojaatlarga qanday javob berish, qanday masalalarni yechishni o'rganadi. Bu ham asosan aytganimdek institutsional maktab sifatida va kelajakdagi o'sha qonunchilikka taklif berishda ham ikkilanmaydigan deputat sifatida shakllanishiga asosiy bir tizim desak mubolag'a bo'lmaydi. Hududlarga chiqiladi deb aytdingiz, ya'ni viloyatlarga 3 kun davomida boriladi, shundaymi? Viloyatdagilar bilan aloqalar qanday bo'ladi? U yerdagi ham saylanganlar mavjud. Har bitta hududda aytganimdek deputatlarga biriktirilgan 150 nafar a'zolarimiz va deputatlarga biriktirilgan oyda oxirida deputatlarimiz o'z hududlariga boriladi. Hammasi tartib bilan hududlarga boriladi va o'sha hududlardan saylangan parlament a'zolarimiz ham bor. Ayrimlari Toshkent shaharda faoliyat olib boriladi, ayrimlari o'zlarida o'sha hududlarda faoliyat olib borishadi. Va aynan o'sha deputatlar bilan birgalikda o'sha hududga chiqib fuqarolarni qabul qiladilar. Yoshlar bob masalalar bo'lsa, yoshlar bob murojaatlar bo'lsa, yoshlar parlament a'zolari shu joyda o'sha masalalar bilan shug'ullanib, masalani imkon darajasi yechishga harakat qilishadi. 150 ta saylanganlarda lavozimidan chetlatish masalalari ham mavjudmi? Ya'ni hamma ham o'zini belgilagan vazifalarni bajarmasligi mumkin. Qay holatlarda lavozimdan chetlashtirilishi mumkin? O'zi kuzatilganmi shu paytgacha lavozimdan olib tashlanganlar? Menimcha kuzatilgan. Bu bo'yicha o'z faoliyatini biz etapma-etap buni rejalashtirilgan tartibda qonun qoidasi bor. O'z funksional vazifasini bajara olmagan parlament a'zolari parlamentga ham zarur emas uni ushlab turish. Chunki bular millionlab yoshlar ichidan saralab olingan yoshlar hisoblanadi. Shuning uchun u funksional vazifasini bajara olmagan yoshlar o'z o'rnini o'sha iste'dodli yoshlarga bo'shatib beradi. Bu bo'yicha mavjud. Bundan tashqari ham istisno tarzida va Qonunchilik palatasida shunaqa tizim bor, ya'ni deputatlik faoliyatida qonun bilan belgilangan, o'zini ichki ishlar tizimida faoliyatini ishlamoqchi bo'lsa, davlat xavfsizlik xizmatida shunaqa lavozimlarda yoki o'sha xavfsizlik, harbiy tizimlarda faoliyat olib bormoqchi bo'lgan yoshlar o'z arizasi asosida parlament a'zoligidan chiqadi va o'sha narigi faoliyatini davom ettiradi. Qo'mita raisligingiz borasida savolga to'xtalsak, bugun yoshlarni ko'z oldimizga keltirganimizda birinchi xayolimizga keladigan masala bu ishsizlik bo'ladi. Ya'ni nafaqat oddiy talabalar, balki magistraturani bitirganlar ham o'zimiz ham guvoh bo'lamiz, hattoki xalqaro munosabatlar bo'lsin, qaysi institut, universitet bo'lishidan qat'iy nazar, oddiy xizmat ko'rsatish tizimlarida ishlab yurganlar bor. Ikkita diplomi qizil bo'lsin yoki oliy ta'limni to'liq tugatgan bo'lsin, ish topa olmay yurganlar juda ko'p aslida. Bu masalani hal etishda yoshlar parlamentida qanday mexanizmlar yo'lga qo'yilgan yoki qo'yilmoqda? Umuman olganda bandlik masalasi bu umuman olganda og'ir masala. Bandlikda yoshni ish bilan ta'minlash bu bandlik masalasini yechildi degan narsa emas. Qaysi yoshni ishga joylashtirishingiz mumkin, lekin bu ishda qanday faoliyat olib borishi, davomiyligini ham o'ylab ko'rish kerak bugungi kunda.
Umuman olganda bandlik masalasini yoshlarni ish bilan ta'minlash yoki bandlik holatlarini olish uchun biz eng quyi oqimga qarashimiz kerak. Chunki quyi tizimda holatlarimiz mavjud, oliy ta'limga o'qishga kiruvchi yoshlarimiz bor. Ular soha uchun emas, ayrim ballar uchun topshiradi o'qishga. Eng bali past yoki eng ko'zi yetgan, o'zi orzu qilgan, o'zi intilgan tizim bo'yicha o'qish emas, o'sha eng bali past bo'lgan o'qishlarga kiradi va ular kelajakda bu ishlarda xohish yo'q bo'ladi o'zi. Ularning ishlash tizimi shu bo'yicha qolib ketadi. Ishsizlik nuqtai nazaridan. Ish beruvchilarimiz tomonidan ham o'ziga yarasha o'sha byurokratik to'siqlar mavjud, yo'q deya olmaymiz. Chunki yangi ish beruvchi yangi ishga kirgan odam bilan ishlash birmuncha murakkab. Ya'ni endi yangi o'rganayotgan stajirovka sifatida bu birdaniga eski o'sha xodimlardek yetarli darajada samara berishguniga qadar bo'lgan vaqt bor. Mayli, vaqtni qo'yaylik, lekin xohlaymizmi yo'qmi, yoshlarni ishga joylashimiz kerak. Ularni qo'llab-quvvatlash masalasi barcha joyda targ'ib qilinyapti. Amaliyot masalalari, misol uchun, birinchi kursdan yoki ikkinchi kursdan boshlayotgan universitetlar ham mavjudda. Bu allaqachon yo'lga qo'yilgan, nazariya bilan amaliyotni birga olib borish jarayonlari. Amaliyot o'zi nega kerak? Qaysidir vazirlikka, tashkilotga, partiyaga borganda u yerda qola olish uchun ma'qul kelganda, misol uchun 1 oy, 2 oy, 3 oy davomida ham amaliyotdan keyin stajirovkaga qolayotganlar mavjud. Lekin ularni shunchaki tekin tarzda ishlatib olib, keyin javobini berib yuborayotgan tashkilot vakillari ham mavjudda. Aslida bu tizim nega yo'l qo'yilgan edi? Amaliyotdan keyin ishga joylasha olishi uchun. Yana bir narsa, hozir tekin ishga qo'yib yuborish degan tushunchangizga ma'lum darajada qarshiman. Chunki bizni o'zimizda ko'plab ota-onalarimiz hunar o'rganganda qaysidir ustaga kamida 1 yildan oshiq shogird bo'lib borishgan. Ishni hunarni miridan sirigacha o'rganib, keyin ustachilikni boshlashgan. Hozirda bizda yoshlarimiz haqiqatan to'g'ri siz aytayotgan masala ham bor, lekin aksariyat bugungi kunda bitirib borayotgan yoshlar ular uchun birdaniga juda katta oylik so'rashadi. Umuman olganda 3 million, 4 millionlik oylikni ko'pchilik mensimaydi hozirgi kunda. Deydi bundan ko'ra boshqa ish qilsam yoki qora ish qilsam ma'qul deb biladi. Lekin o'shani ham nima deydi, qisman darajada ishlab keyinchalik oylik ko'tarilishini yoki birdaniga rahbar lavozimiga qo'yilmasligi, etapma-etap bo'lishini ularga to'g'ridan-to'g'ri tushuntirishimiz kerak. Hech kim birdaniga hokim bo'lib qolmaydi, birdaniga vazir bo'lib qolmaydi. Buning uchun juda katta mashaqqat va mehnat kerak. Siz oylik masalasini aytyapsiz-da, 4-5 millionga ishlashmaydi. Yo'q, ishlashayotganlar bor. Jarayonda guvohi bo'lganman. 1-2 yillab stajirovkada yurib, axiri bo'sh joy bo'lsa ham olmay turib, 1-2 yil tekin ishlatib, keyin olgan tashkilotlarni ko'rganman-da. Bu ham ish joyi bo'shmi? Nega vaqtini bekor ketkazyapti? Shu xodim kerakmi? Bitta xodimning o'rniga vazifasini bajaryaptimi? Bajaryapti. Unda olish kerak. Bunda ham tashkilotlar yo'q, bu yosh sal bo'lsa-da yoshiga yetsin degan fikr bor-da hali ham. Ya'ni yoshga qarab muomala hali ham shakllanib qolgan, to'xtab qolgan. Lekin ko'ryapmizki, mana siyosiy jarayonlarda ham 20 yoshli qaysidir yoshlarimiz katta natijalarga erishyapti-da. Bu yosh ko'lamiga bog'liq narsa emas aslida. Ya'ni bilimni ham, ko'nikmani ham yoshga qarab emas, balki uni tez olishiga, bekorga texnologiyalar rivojlangan asr yoki hamma narsa rivojlanib o'sayotgan asr deb ishlatmayapmiz-da. Avval 10 yilda qilingan ishlar, oddiy PhD ishlari ham 10 yilda qilingan bo'lsa, bu yil 2-3 yilda qilinib yuborilayotganligi aslida axborot texnologiyalarini rivojlanganligi, AI dan foydalanayotganligimiz, VR texnologiyalaridan foydalanayotganligimiz yoki shu kutubxonalarni elektronlashganligi, aslida shunchaki imkoniyatlar kengaygan. Lekin yuqori qatlam balki bu narsani hali ham qabul qila olmayotganligidandir. Ishga kirish masalasi shu joyda ham murakkablashayotgandir.
Bu bo'yicha ham samarali ishlar amalga oshirilyapti. Aldamang. Kecha kuni yo'q, haqiqat aytyapman lekin. Bu bo'yicha samarali ishlar amalga oshirilyapti. Kecha kuni Yoshlar ishlari agentligi rahbari Alisher Zafarovich tomonidan prezidentimizga o'sha Yoshlar 2030 strategiyasi dasturi bo'yicha taqdimot amalga oshirildi va bu 2026-yil 1-iyundan qabul qilish nazarda tutildi. Bunda o'sha siz aytayotgan og'riqli masalalarni qo'yildi. Ya'ni yoshlarimiz 2-3 yil ishladimi, o'sha samarali ishladimi, bularni o'sha rahbarlik faoliyatlariga 30% miqdorda oshirishimiz zarurligini ta'kidladi va bu qaror loyihasiga kiritildi bu masala ham. Va bugungi kunda o'sha 600 mingga yaqin yoshlarimizni bandligini ta'minlash masalasi ham qo'yildi. Bu ham o'sha bizning davlat rahbarimizning siyosatlarini, islohotlarini samarasi deb bilaman. Yoshlar parlamenti bandlik va kambag'allikni qisqartirish vazirligi bilan qandaydir loyihalarni yo'lga qo'yganmi? Chunki aslida ishsizlik masalasini hal qilish vazirlikda. Lekin har bitta tashkilotlarda yoki yoshlar parlamentiga o'xshagan tuzilmalarda ham bu jarayonlarni tezlashtirish uchun, yordam berish uchun va yanada muammolarni bartaraf etish uchun tuzilgan. Xo'sh, sizlarda bu masalada hamkorliklar mavjudmi? Xalqaro tashkilotlar bilanmi? Yo'q, mana ishsizlikni qanday hal qilmoqchisizlar? Mahvosizlar. Bandlik bo'yicha bevosita o'sha bandlik vazirligi bilan ham yoshlar parlamentini umuman olganda Qonunchilik palatasini vakolati doirasida hamkorlik mavjud. Bular bo'yicha yangi qonun loyihasi, konsepsiyalarda, taklif va tashabbuslarda olib chiqiladi. Yoshlarni umuman olganda hududlardagi o'sha yoshlar bandligini bo'yicha parlament a'zolari o'rganish olib borganda hududdagi o'sha bandlik sohalarini vakillari bilan bog'lab, ularni ish bilan ta'minlash masalasini to'g'ridan-to'g'ri ko'rish mumkin. Ya'ni parlament a'zolari hududdagi umumiy respublika bo'yicha o'sha bandlik masalasi bo'lsa, biz yangi qonun loyihalari, tashabbuslarni birgalikda Qonunchilik palatasidagi bundan tashqari o'sha respublika miqyosidagi bandlik masalalari bo'lsa, Yoshlar parlamenti, aynan o'sha Yoshlar bandlik sog'liqni saqlash qo'mitasi Qonunchilik palatasidagi bandlik va sog'liqni saqlash qo'mitasi bilan hamkorlikda birgalikda qonun loyihalari tashabbuslarida olib chiqiladi. Yangi takliflar o'rganib chiqiladi. O'rganilgan masalalarni o'sha tegishli mutasaddilar bilan birgalikda muhokama qilinadi va o'shanga yechim beriladi. Bunda o'sha parlamentda Yoshlar parlamentining o'rni o'sha asosan yoshlarning bandligini qay darajada bandligini o'rgangan holdagina aniqlab berish sizlarga tushadimi? Ya'ni hududlarda qancha ishsizlar mavjudligini aniqlash sizlarga tushadimi? Yo'q, bizda asosiy masalamiz o'zimiz aniqlab taklif tayyorlaymiz bo'yicha. Bizda asosiy masala taklif kiritish masalasi bor. Bizda o'sha muammolarni aniqlagan holda taklif kiritamiz. Buni o'rganganda ham o'sha asosiy statistikalarga nazar tashlagan holatda, jamoatchilikning fikrini, munosabatlarini o'rgangan holatda takliflar ishlab chiqiladi. Takliflar doirasida tadbirkorlar bilan hamkorlik bormi? Chunki ishsizlikni bartaraf etishda bitta sex yoki tashkilotni tashkil etib ishsizlarni ish bilan ta'minlash osonroq. Bu masalada biron bir ishlar amalga oshirilganmi? Umuman olganda o'sha hududdagi tadbirkorlar bilan bevosita biz yetuk eng yuqori o'sha tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan tadbirkorlik subyektlari bilan borib ko'rganmiz, ish jarayonlarini o'rganganmiz, qay darajada yoshlar bu bo'yicha o'rganilayotganini, ishlayotganligini ko'rgan holda shu tadbirkor rahbarlar bilan uchrashuvlar o'tkazganmiz. Aynan shuni yoshlarni ish bilan ta'minlash masalasida ham ulardan so'raganmiz. Bu bo'yicha ham ishlaymiz. Ya'ni tadbirkorlar bilan yangi ish o'rni bo'lsa, bunda albatta o'sha bo'sh ish o'rnini imkon qadar darajada yoshlar bilan to'ldirish masalasini ilgari suramiz. Hozirgi kunda umuman olganda 20 millionga yaqin yoshlarimiz mavjud. Ularda o'sha mehnatga layoqatli deb topiladigan 14 milliondan oshiq yoshlarimiz. Bu umuman olganda faqat bizda O'zbekiston ichida emas, endi xalqaro arenada ham, xalqaro jarayonlarda ham yoshlarimizni ish bilan ta'minlash masalasi qo'yiladi. Qo'mita doirasida sog'liqni saqlash va ijtimoiy masalalar ham mavjud ekan. Sog'liqni saqlash doirasida qanday ishlar amalga oshiriladi? Nimalar o'zi kiritilgan u yerga? Sog'liq saqlash tizimi juda ko'p
tizimni o'z ichiga oladi. Bu inson resursi bilan bog'liq masala, inson hayoti bilan bog'liq masala bo'lgani uchun sog'liq saqlash tizimida og'riqli masalalarimiz bugungi kunda to'g'ridan-to'g'ri bandlikka borib tarqaladi. Yoshlarni ish bilan ta'minlash masalasi bu juda og'riqli holat. Juda ko'p holatlarda korrupsion holatlar ham mavjud bu tizimda. Aynan hudud rahbarlariga ham juda ko'p parlament a'zolaridan iltimoslar ham qilganmiz. Yoshlarni bandligi bo'yicha ishga olish masalasini qo'yganmiz. Ayrim hollarda inobatga olinadi, ayrim holatlarda inobatsiz qolib ketish holatlari bor. Bu tizim ya'ni mavjud ish o'rinlariga tanish bilish orqali ham qo'yiladi. Tayyor so'raganlarni emas. Ish bilan ta'minlanish kerak bo'lgan insonlarni emas, balki chetdan chiqib qo'ng'iroqlar orqali demak amalga oshiriladi. Buni holatlar balkim mavjud deb bilaman, to'g'ridan-to'g'ri, chunki juda ko'p iste'dodli yoshlarni ko'rganmiz. Ish bilan ta'minlash masalasida juda ko'p muammolarga duch kelishadi. Vaholanki o'sha tibbiyot tizimida oliygohda ular 6 yil bakalavr, 3 yil ordinatura tizimida o'qiydi. Bu o'sha sohaga 10 yil umrini bag'ishlayotgan yoshlar ishga kirish masalasida juda katta to'siqlarga uchrashi bu yoshlarni nima deydi, ruhiy holatiga ham salbiy ta'sir qiladi. Shuning uchun sog'liq saqlash tizimida o'sha hududdagi nima deydi, glavvrach deyiladi. Bizda nimada o'shalar yoshlarga ko'proq e'tibor bersin. Bitirib kelayotgan yoshlarni haqiqatan ham salohiyatli va kuchli bilimli yoshlar bo'lsa, ularni ish bilan birinchi o'rinda ta'minlash zarur deb bilaman. Qonunchilik palatasi doirasida bularni bartaraf etish uchun, korrupsion holatlarni aynan sog'liqni saqlash tizimida bartaraf etish uchun qandaydir qarorlar ko'rib chiqilyaptimi? Qaror loyihalari taklif etilyaptimi? Bevosita yuqorida aytib o'tdingiz, qarorlar ishlab chiqilayotganida ishtirok etasizlar, o'z takliflaringizni bildirasizlar. Bu borada shu paytgacha qandaydir takliflar kiritildimi? Endi nazoratga olish bo'yicha muammoni bartaraf etishda. Umuman olganda korrupsiya bu ochiqdan ochiq illat emas. Barchamizga ma'lum, bu yashirin illat. Hech kim to'g'ridan-to'g'ri pora olmaydi yoki to'g'ridan-to'g'ri pora bermaydi. Shuning uchun ham bu masalada qaysidir sifrlarda ko'rinmay qolishi mumkin. Lekin qonunchilik nazdida har safar har qanday holatda korrupsion masalalar bo'yicha muhokama bo'ladi. Qaysidir qonun loyihasi ishlab chiqilayotganda yoki qonun loyihasini fraksiyalar, qo'mitalar ko'rib chiqqanda buni o'sha kelajakdagi korrupsiya omillariga ta'sir darajasi qandayligi yoki bu qonun loyihasi yaqqolalik korrupsiyaga eshik bo'lib qoladimi yoki bo'lib qolmaydimi, bu tushunchalarni ko'rib chiqiladi va albatta o'sha korrupsion holatlarni yo'q qilish bo'yicha doimiy o'sha qonunchilik palatasi yangi qonun loyihasini ishlab chiqadi. Mana o'zingiz yosh siyosatchi sifatida shunday holatga duch kelganmisiz, ko'rganmisiz, guvohi bo'lganmisiz shu narsalarni? Korrupsion holatlarga? Buni o'zi ochiqdan ochiq aytish bilmadim qay darajada to'g'ri. Bor. Aynan hududlarda qanday holatda bor? Mana o'zimga juda ko'p murojaatlar kelib tushgan bu bo'yicha. Qanday bo'lgan bu jarayon? Korrupsion holatda ular tushgandan keyin bo'lgan bu holat. Ma'lum darajada o'sha porasini bergan, ishi bitmagandan keyin murojaat qilgan bizga. Yana bu bo'yicha ham o'rganishlar olib borganmiz. Umuman olganda korrupsion bu davlatda ham, o'sha davlatdagi strukturani ham tanazzulga olib keladigan holat. Yana sog'liqni saqlash tizimida bitta masala bor, aynan dorilar bilan bog'liq. Ro'yxatga keraksiz bo'lgan dorilarni ham yozib berishadi ba'zan va shunday bir holatlarni eshitganmiz. U dorilarni keyin qayta yana dorixonaga qaytarib berishadi. Shunchaki o'rtada pul mablag'i aylanib qoladi. Bu masalani bartaraf etish uchun yoki aniqlash uchun qonunchilikda qanday ishlar amalga oshirilyapti? Haqiqatan ham to'g'ri ta'kidladingiz. Bu bo'yicha qonunchilikda yaqinda qonun loyihasi ko'rib chiqildi. Ya'ni elektron retsept tizimi joriy etildi va bundan keyin o'sha dorilar
yozish tartibida ham elektron retsept orqali yoziladi va o'sha dorilar ma'lum belgilangan sondan oshib ketsa, qanday o'sha nima deydi? Dorilar o'sha sonidan ortib ketsa, qanday tashxis bilan va nimaga asosli shu dorilarda yozganligini ham bildiradi bu vrach. Bu elektron tizim to'g'ridan-to'g'ri o'sha Sog'liqni saqlash vazirligidan nazoratga olinadi. Bundan keyin bu bo'yicha o'sha qonunchilikda yangi qonun loyihasi qabul qilib Senatga yuborildi. Bu ham o'sha kelajakdagi o'sha tibbiyot sohasida o'sha bevosita siz aytayotgandek qaysidir kasbiga noloyiq bo'lgan shifokor bilan aptekani hamkorligini, dorixonani hamkorligini yo'q qilish masalasida bu loyiha ishlab chiqildi. Qonun loyihasi bugungi kundan keyin o'sha retsept asosida qanday dori nima sababdan yozilayotganligini ham elektron ravishda ko'rib turish, tekshirish amaliyoti amalga oshiriladi. Bu tizimdan xabarim yo'q edi ochig'i. Aynan qaysi dori nega qo'llanilayotganligini yozib o'tishi ham juda kerakli ma'lumot bo'libdi. Tizim qachon yo'lga qo'yilyapti shunda? Bu qonun loyihasi Qonunchilik palatasidan o'tdi. Senatga yuborilgan. Hozirgi kunda Senat tasdiqlagandan keyin albatta bu qonun loyihasi amalga qo'llaniladi. Ushbu qarorni taqdim etilayotganda jamoatchilikni muhokamasidan o'tganmi? Albatta jamoatchilik muhokamasidan o'tgan. Bu bo'yicha o'sha partiyalarga ham dasturda yo'nalishlar berilgan. Aynan men o'zim ham shu aptekalarda bu jamoatchilik nazoratida kirib o'sha dori olayotganlardan so'rab nazoratini amalga oshirishga qo'yganmiz. Bu ko'pchilik fuqarolarimizda o'sha to'g'ri baholashgan bu loyihani, aynan kelajakdagi haqiqatan ham bu yaxshi natija berishini va ayrim fuqarolarimizdan o'sha birlamchi bo'lgan oddiy o'sha gripp uchun gripp dorilari shularni retseptsiz berish masalasini ham so'rashgan, lekin albatta buni shifokor retsepti bilan olish menimcha to'g'ri mubolag'a bo'ladi. Ertaga bu har bir dorini o'sha yaxshi ta'sir qilishi bor, yomon ta'sir qilishi bor. Buni ertaga natijasini ko'rsatish uchun ham aynan o'sha belgilangan vrachni o'z elektron retsepti orqali yozilgan bo'lsa, bu albatta ertaga o'sha to'g'ridan-to'g'ri o'sha javobgarlikni o'z bo'yniga olgan bo'ladi. Ijtimoiy masalalar doirasida qanday ishlar amalga oshiriladi? Ijtimoiy masalalar doirasida biz o'sha ta'kidlaganimizdek hududga chiqqanda haqiqatan ham o'sha ijtimoiy oilalar bor, ijtimoiy yoshlar bor, ijtimoiy reyestrga kirgan, yoshlar daftariga kirgan yoshlar bor. Ularda o'sha berilayotgan imkoniyatlar bor. Ulardan qay darajada samarali foydalanyapti, o'zi foydalanyaptimi? yoki o'sha ijtimoiy oilaga kirganlar to'g'ridan-to'g'ri o'sha ijtimoiy oilaga loyiqmi? Ijtimoiy loyihadagi dasturlardan ular qay darajada to'laqonli foydalanyapti? Bularda o'sha balkim o'sha ijtimoiy holatlardagi deb xato bo'ldi. Ayrim o'sha ijtimoiy aholi qatlami sifatidagi yoshlar, ya'ni yoshlar daftariga to'g'ri kiritilgan, ularga berilgan imtiyozlardan ular to'laqonli foydalanyaptimi? Yoki mana hamma nimamizni ko'rib turibmiz, metrolarda pandus o'rnatildi. O'sha pandus o'rnatishi ham o'sha ijtimoiy loyihalarning asosiy sifatida bo'ladi. Bu aynan o'sha qo'mitaning tashabbuslari bilan, partiyaning tashabbusi bilan, Xalq demokratik partiyaning asosan dasturi sifatida ko'rgan bu bo'yicha o'sha hududlardagi metroga tushish panduslarini yaratish, ya'ni bu o'sha ijtimoiy aholi qatlamlarini to'g'ridan-to'g'ri oddiy fuqarolar bilan to'laqonli fuqarolik pozitsiyasini amalga oshirish uchun imkoniyat yaratish maqsadida qo'yilgan hisoblanadi. Va bundan tashqari o'sha hududlardagi o'sha yoshlarni ijtimoiy loyihalarda faol bo'lishini, ularga o'sha to'laqonli targ'ibot vositasida, nazorat vositasida o'sha yoshlar parlamenti hududlarda shu narsalarni birgalikda agentlik bilan hamkorlikda amalga oshiriladi. Hurmatli kuzatuvchilar, suhbatimiz o'z yakuniga yetdi va bugungi suhbatimiz sizga manzur keldi degan umiddamiz. Mavzu doirasida Rahmonjon, yoshlarimizga berishingiz kerak bo'lgan qandaydir takliflaringiz bo'lsa, bemalol yo'llashingiz mumkin.
Yoshlarga shuni taklif qilib qolardim. Birdaniga o'sha katta summadagi ishga, loyihalarga yopishishdan ko'ra ish stajini, ish tajribasini o'rganishda o'zlariga afzal bilishlari va yana bir xususiy sektor kompaniyalariga ham shu taklif berardim. Bugungi kunda davlat rahbarimiz tomonidan to'laqonli o'sha yoshlarni ish bilan ta'minlagan kompaniyalarga soliq tizimi bo'yicha, o'sha kommunal tizimlari bo'yicha bir qancha imtiyozlar berildi. Imkon qadar o'sha yangi yoshlarni ish o'rganish bo'yichami yoki o'sha ish bilan ta'minlash masalasida ham ko'proq shug'ullansalar, o'sha davlat rahbarimizning siyosatlariga, bugungi kundagi o'sha davlat siyosatiga menimcha to'g'ridan to'g'ri yondashish hisoblanadi. Bugungi kunda o'sha yoshlarni ish bilan ta'minlash bu asosiy muammolarimizdan biri, global muammolarimizdan biri. Shuning uchun yoshlarni to'laqonli ish bilan ta'minlashda davlat rahbarimizdan berilayotgan imtiyozlarni, davlat tomonidan berilgan imtiyozlarni o'sha to'laqonli foydalanish kerak. Keyin yana bir bugungi kunda bitiruvchi yoshlarimizga shuni tilab qolardim. Faqat siz ishchi sifatida emas, balkim o'sha jamiyatga ish beruvchi bo'lib kirish borishingiz imkoniyatlari mavjud. Bugungi kunda mana hozirgi kunda xorijiy til sertifikati olgan C1 darajada olgan yoshlarimiz uchun o'quv markazlar qurish, Suda tariqasida 500 milliongacha mablag' berish. Bu 500 million o'sha mablag' berilgandan keyin o'zini o'sha xususiy o'quv markazlarini qurib, bir nechta o'qituvchini ish bilan ta'minlash, birgalikda o'sha o'qigan nimalarni ish bilan ta'minlash darajasiga kuchiga yetadigan daraja. Bulardan ham shu yoshlar faqat mehnat migrant sifatida yoki ishchi sifatida emas, o'zini o'sha ish beruvchi sifatida ham o'sha jamiyatga kirib borishini so'rab qolardim. Rahmat. Aziz kuzatuvchilar, bugungi mavzu doirasida takliflaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada qoldirishingizni so'rab qolamiz va bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishni davom eting.